Selam dostlar, men Elvira opa bo'laman. Biz bugun vazada chechak baylami yasashamiz. Bugun bizga kerak bo'lajak zo'r ham kichkina pumala ham gubka, shulay tusli qattiq qog'oz, palitra, suv soviti ham 12 tusli guash. Yengillik biz oq, sariq, aflisun tusi, krem tusini qo'shib, jiran tusini, vaza tusini chiqaramiz. Krem tusini ko'proq qo'shsak da bo'ladi. Bizning tus hazır. Hozir biz gubkani olib, vazaning formasini yasaymiz. U bizning to'garak formasidan. E'tibor etingiz. Men vazaning formasini mana shunday maxsus gubka yordamida yasadim. Endi siz onu pumalani olib, pumala bilan da yasab bitira olasiz. Vazaning ko'lamini ko'rsatuv uchun bir yog'in yoqtiroq tus bilan, u bizning sariqmi? Yoqtiroq tus bilan yirtib chiqamiz. Krem tus bilan vazaning og'zida yasarga unutmaymiz. Vaza kipken orada aydagiz biz chechak baylamini qo'shik. Buning uchun yashil tusni olib, chechakning soboqlarini yasaymiz. Chechaklarning yopraqlarida ko'proq ekanini unutmag'iz. Ham shunga ko'ra soboqlarini, yopraqlarini jallamagiz. Soboqlarni yasaganda yoqti yashilga biroz qorong'iroq yashilni da qo'shib jibarsak, yaxshi bo'lacak. Chunki bu shulay yopraqlarni qalin, motor etib yasarga yordam etacak. Yopraqlar turli bo'ladi. Masalan, ortda biz mana shulay pumalani otlatib zo'rroq ya boshqa turli yopraqlarni ustab chiqa olamiz. Buning uchun qo'l bilan mana shunday harakatlar yasarga kerak. Hozir chechaklarini yasaymiz. Bolalar, siz roza chechagini totarsha nechik bo'lasini bilasizmi? Roza chechagi totarsha gul chechak bo'ladi, romashka oq chechak. Gul chechakka qizil tus kiritamiz. Hozir shista oq bo'yov bilan voqqina oq chechaklarni yasaymiz. Oq chechakni yasaganda qog'ozni burib ishlasangiz o'ng'ayliroq. Oq chechakning o'rtasi sariq. Vazani turli bezaklar bilan bezasak bo'ladi. Men Totar milliy bezagini tushiraman. Lala chechagi. Üstten to'lqinli siziq jibaraman. Ham qopma qarshi yoqqa yopraqlarini istaymiz.
Безнең рәсемебез әзер.